22. Davom etamiz do'stlar. Mangu 2 turniri. Ikkinchi jang. Ha. Va oktagonda Umurzoq Ergashev O'zbekiston hamda qirg'izistonlik Ariyet Toktabayev. Mana endi ular aktivlik namoyish etishadi. Bobur buyog'iga chalg'imaymiz. Albatta. Hop, mana Muxlislarga ko'zlarini yummaslikni tavsiya qilaman, chunki bu jang juda ham faol. Chunki ikkita sportchi ham 2-0 yengilmas sportchi. Ajoyib. Ochiq jang. Ha, 2-0. Up, yana bosh qismiga zarba. Zarbasi. Ajoyib. Zo'r. Ergashev his etyapti jarayonni. Lekin bosimni qirg'izistonlik qilyapti oldinga borib. Qirg'izistonlik sportchilar xuddi shunday bosim bilan boshlashadi jangni va raqibni toliqtirishga harakat qilishadi. Lekin bu yerda o'zbekistonlik sportchi kurashda kuchli deb o'ylayman. Va uslubga kirishga harakat qilib ko'rdi. Ajoyib usul. Qani ko'taradimi? Ajoyib! Ana tegdi. Harakat. Yana bitta bo'la. Yo'q, endi sal pozitsiyamiz uncha yaxshi emas. Uncha yaxshi emas. Oyoqlarini to'liq o'tkazishga harakat qilyapti qirg'izistonlik sportchi va o'tkaza oldi. Back mount holatida bo'g'ish usuliga harakat qilyapti. Qo'lini ham o'tkaza oldi, eng yomoni. Ikkita qo'l o'tdi. Harakat qilyapti bo'g'ish usuliga. Bo'g'ishga oldi. Yo'q, oyoqlar yechila oldi. Yaxshi. Oyoq harakatlarini yecha oldi. Bo'yin olindi-da, shunisi. 18 yoshli sportchilarni bo'g'ish oson narsa emas, Davron aka. Yengilmas sportchi bu yerda psixologiyasi ham rol o'ynaydi, chunki ikkita sportchi ham yengilmas. Qizig'i shundaki, o'zbekistonlik sportchi ikkita jangini ham og'ir usullar bilan yenggan. Qirg'izistonlik sportchi ikkita jangini ham zarbalar bilan yenga olgan. Ya'ni hozir teskarisini ko'ryapmiz. Hozir qirg'izistonlik sportchi full mount holatida. Ha, bo'g'ishdan chiqib ketdi Ergashev. Bo'g'ishdan chiqa oldi, xuddi aytgandek. Yosh, energiyaga to'la sportchilar. Qoyil. O'zbekistonlik sportchimiz orqada back mount o'tishga harakat qilib, lekin qirg'izistonlik sportchi yaxshi himoyalana oldi. Vaziyatdan chiqib keta oldi. Yaxshi harakatlar. Ikkita sportchi tomonidan ham ajoyib grappling bahsini ko'ryapmiz. Kurash usullarini yomon ko'radigan muxlislar uchun ajoyib jang. Siz ko'rib qo'ying, kurash nafaqat siz o'ylagandek zerikarli bo'lishi mumkin. Zo'r temp. Umuman birinchi jangdagi temp qanday edi-yu, bu qanday ketyapti? Xuddi shunday pozitsiyalar almashishi juda ham boshqacha tarzda kechyapti. O'zbekistonlik sportchi endi ustunlikni qo'lga kiritib partirdi. Bekorga haqiqatan ham Umurzoqni natijasi haqiqatan partirda ikkita jangda yakunlaganligi bekorga emas ekan, bilimlari yaxshi darajada ekan. Lekin qirg'izistonlik sportchilarni bilamizki, oxirgi vaqtlarda juda ham MMA grapplingini va hozir yaxshi pozitsiyada Ergashev bosim qilyapti, zarbalar berishga urinib ko'rdi. Bo'yinga ham to'liq back mountga o'tishga harakat qilyapti va o'tdi. To'liq back mount holati. Ana endi qirg'izistonlik sportchi o'zini himoya qilishga majbur bo'lyapti. Bu qiyin pozitsiya, bilasizmi? Juda ham sportchini siz raqibingizni ko'rmaysiz, uning qanaqa harakatlar olib borayotganligini ko'rmaysiz va raqib xohlagan xatti-harakatlarni amalga oshirish mumkin. Masalan, sizni bo'g'ish yoki og'ir usulga chalg'ib. Mana zarbalar. Mana shu Umurzoq og'ir usuliga harakat qilmaydi. Shunchaki raqibni parterda zarbalar bilan yengishga harakat qiladi. Yaxshigina yog'diryapti zarbalarni. Va bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Chunki og'ir usuliga o'tish bu katta energiya talab qiladi. Full mountdan tirsak zarbalari yog'diryapti. His qila oldim hozir. O'ng qo'lda berilgan tirsak zarbasini. 1-2 zarbalar. Qirg'izistonlik sportchi juda ham qiyin holatda. Lekin tushib keta oldi. Ajoyib. Jismoniy holat ikkita sportchida alohida aytib o'tadigan darajada. Jismoniy holat haqiqatan zo'r darajada ikkita yosh sportchi o'zini ko'rsatishga harakat qilishi bekorga emas. Va endi qarang, pozitsiyani boy beryapti Ergashev.
teng Toktobayev yuqoriga chiqyapti sekin-asta. pozitsiyasini yaxshilashga harakat qilyapti, lekin Latipov hozirda qarang. Umurzoq Ergashev, kechirasizlar hurmatli do'stlar. Yaxshi. Umurzoq hozirda oyoq harakat e'tibor qiling. Bittagina tizzani qorin holatga qo'yapti va o'tgan birinchi raund yakunlandi. Oldi Umurzoq bu raund. Adashmasam kichkina ustunlik bilan Umurzoqqa bergan bo'lar edim raundni. Lekin qirg'izistonlik sportchi ham endi ochilishni boshladi desam bo'ladi. Ha, u raundning oxirgi qismida tempni ushlab qoldi. Aksincha Umurzoq charchadi biroz. Ha, Umurzoq o'sha aytganimizdek, bilasizmi, ko'pchilik tepada turib raqibni full mount holatda turib nazorat qilish osonlikdek ko'rinadi, lekin Habib Nurmagomedov bir vaqtlar o'zini darsligida otasi o'rgatgan elementlarni ko'rsatish vaqtida aytgan ediki, raqibni men oyog'im bilan ushlab qolaman. Hamma meni qo'l harakatim bilan ushlaydi deb o'ylaydi, lekin oyog'im bilan ushlayman. Bu yerda energiyangiz, bilasiz, oyoq katta energiya talab qiladi, oyoq bilan nazorat. Bu yerda bizni hamyurtimiz oyog'i bilan ushlashga harakat qildi va bu katta energiya talab qiladi. Bunga katta jismoniy tayyorgarlik talab qilinadi. Qani endi parter men uchun qiziq bo'ladi, bilasizmi nimaga? Ikkita sportchi teriladi. Bu yerda raqibni nazorat qilish anchagina qiyin bo'ladi, kurashda. Ketdi. Ikkinchi raundga start berildi. Bugun ikki sportchidan bittasi o'zini 0 natijasini yo'qotadi. Yengilmaslik statusini yo'qotadi. 2-0 ikkalasida ham. Xuddi shunday. 2-0 100%. Uchburchak usuliga o'tishiga bir baqiya qoldi. Agar o'tadigan bo'lsa, bu turnirdagi eng chiroyli, nafaqat turnirdagi, bu yaqin oradagi MMA usullarida eng takrorlanmas usullardan bittasi bo'lardi. Aylanma oyoq bilan back kick zarbasi sakragan holatda va og'ritish usuli undan keyin. Bonusga da'vogar bo'lardi hozir agar. Albatta, maqsadiga yetganda. O'xshagan nida, lekin ko'rib turibmiz, qirg'izistonlik sportchi har doimgi qilinadigan usul, ya'ni jangni quritish bilan shug'ullanyapti. Ya'ni vaqtni o'z foydasiga hal qilish, shunchaki raqib nazoratini qo'l ostiga olyapti. Tirsak zarbalari. Javohir Latipov nimagadir chiqib ketishga kamroq harakat qilyapti. Umurzoq Ergashev chiqib ketishga harakat qilyapti. Va yana bu endi birinchi raundga o'xshash pozitsiya. Xuddi shunday, faqat hozirda Ariyet Toktobayev hozirda. Voy, yog'diryapti lekin. Xuddi shunday. Toktobayev. Bu to'g'ri qaror. O'girilgani to'g'ri. Lekin bunaqasiga ham. Yaxshi. Mana harakat. Ajoyib. Zo'r. Ajoyib, mana yana bir bor ko'rib turibmiz. Bu jang bizga tirsaklar, zarbalar, ketma-ket zarbalar yomg'iri. Ishlayapti Umurzoq. Ground and pound zarbalari ko'rib turibmiz. Tirsak. Va bel oyoq nazorati bilan ushlashga harakat qilyapti. Lekin nima uchun oyog'ini yopmayapti Umurzoq? Qarang, oyoq ochiq holatda turibdi. U agar oyog'ini yopganida edi. Endi 19 yoshda hali tajriba, albatta. Yetmayapti-da, ozgina tajriba. Birozgina tajriba yetishmayapti. To'liq raqibni mana ochdi oyoq. Xuddi shunday, mana minus. Lekin ancha talofat ham bo'ldi bu raundda. Talofat. Va yana ketdi ground and pound. Tirsak zarbalari ajoyib. Nimaga davom ettirmayapti tirsak zarbalarini? Ana endi nazoratni 100% qo'liga oldi va Ergashev o'zini ketma-ket zarbalar yomg'irini raqibiga yog'diryapti. Ushlab qolyapti yana. Xavfli holat, zarba 1, 2. Hozircha aralasha olmaydi referi. Yo'q. Chunki raqib hozirda faol himoyalanyapti. Mana ko'rib turibmiz. Lekin Ariyet qiyin ahvolda, juda ham qiyin ahvolda, jismoniy u juda ham toliqdi, yomon nafas olishni boshladi chunki burundagi qon unga xalaqit beryapti. Ketma-ket zarbalar.
Tirsak zarbalar. Og'riqli. Juda ham og'ir zarba. Mana shu joyda referi lekin Yo'q, hali erta. yaqinlashib ko'rdi, lekin uzoqlashdi. Xuddi shunday. Zarba. Tirsak. Juda og'ir ahvolda qirg'izistonlik urushda davom etyapti. Umrzoq shu raundda hal qilmoqchi. Shu raundda xuddi shunday siz aytganingizdek zarbalar menimcha endi yo'q, qirg'izistonlik sportchi o'zini yuragi qanchalik jangchi yuragi borligini isbotlayapti. Qarang. Yotgan holatida. Qoyillik. Haqiqatan. Og'riqli zarbalar. 1 daqiqa, hali vaqt bor eng qizig'i. Hali vaqt bor. Lekin Ergashev pozitsiyani berib qo'ymasligi kerak. Hozir u jangni to'liq yo'q. Kim usuliga o'tdi? Kim urab? Qani xavfli yo'q. Bilasizmi nimaga? Chunki bu yerda birinchidan oktagon setkasi xalaqit beradi. To'liq amplitudada qayirishga. Boshi bilan tortyapti. Qirg'izistonlik sportchi boshi bilan to'xtatib turibdi pozitsiyani. Agar shu holat oktagon o'rtasida bo'lganida bu balkim jangni tugatishi mumkin edi, lekin qiyin holat chunki yosh, egiluvchanlik holati, xavfli holat, lekin jangni tugatadigan darajada emas. 10 sekund qoldi hozir. Endi chidab beryapti. Qirg'izistonlik sportchi. Bo'ldi, raund tugadi. Ikkinchi raund. Oxirida qirg'izistonlik sal faollash, lekin menimcha hatto 18 ga ham tortadigan raund. 18 sal ko'proq, chunki qirg'izistonlik biroz baribir bari qirg'izistonlikni ham bardoshiga qoyil qolish kerak. Shuncha zarbaga turib berdi. Qirg'izistonlik sportchilar umuman buni hozir dunyo miqyosida tan olishyaptiki, O'rta Osiyolik sportchilarni jangga va charchoqqa va zarbalarga bo'lgan bardoshi bu alohida e'tirof etib o'tilyapti. Chet mutaxassislar tomonidan bu alohida albatta tilga olinadi. 3-raund. Ariyat To'xtabayev. Agar Ariyat To'xtabayev hozir jangni o'zini foydasiga hal qilishni xohlasa, aynan mana shu vaqti hozir. Risk qiladigan vaqt, Albatta. Risk bo'ldi. Yo'qotadigan narsa yo'q. Yaxshi ishlayapti Umrzoq. Umrzoq ajoyib. Chap qo'lda auditoriyaga ham ishlayapti. Yana bir marta takrorladi shuni. Aytganingizdek, yiqilmaslikni ham o'zlashtirsa yaxshi bo'lardi. Bu chiroyli zarbalar ko'rsatishga harakat qilyapti. Ko'rinishini ham men alohida aytib o'tgan bo'lardim. Yorqin ko'rinishdagi yigit. Esda qolarli. 3-4 turnirdan keyin ham agar jangga chiqadigan bo'lsa, buni ikkinchi turnirda ko'rganman deb eslay olasiz. Albatta. Xarizmasi va albatta harakatlari o'ziga xos. Lekin qirg'izistonlik sportchida hozir nazorat Ariyatda, lekin biroz faollik kam. Dana White Conor bilan birinchi uchrashgandan keyin agar u urushni ham bilsa, unda dahshat topilmaydigan ekanda. Albatta aytganingizdek, nima uchun Conor dunyo darajasidagi yulduz? Chunki u gapirishni ham, uni uddasidan chiqishni ham biladi. Faqatgina eng qiyin raqiblargagina mag'lubiyatga uchragan Conor McGregor. Shuning uchun alohida aytishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bugungi turnirimizda Conordan kam yulduz bo'lmasligi mumkin bo'lgan jangchilarimiz bor albatta. Shu ulardan biri hozir negadir o'rnidan turishga intilmayapti. Nimaga? Umrzoq Ergashev. Menimcha biroz toliqqanligi va albatta balkim jangchi bilasizmi, mana shunday vaziyatda men o'zim janglarda juda ham ko'p holat bo'ladi. Yengaman shunchaki 3-raundni tugatsam bo'ldi. 2-1 bo'ladi va jang meni foydamga hal bo'ladi deb xayolam
qilib qolishi mumkin jangchi, lekin bu minus tarafiga o'ynab qolishi ham mumkin. Jangning oxirini doim o'zini foydasiga hal qilishga intilish kerak. Qirg'izistonlik sportchini ko'rib turibmiz. Ko'z qarashlarga e'tibor qarating. Buni alohida aytish kerak. Ha, u nimanidir mo'ljallab yaqinlashyapti, hech maqsadiga erisha olmayapti. Shunaqa holat bo'ladi. Siz ko'rib turasiz, raqibga nima qilishingiz mumkinligini. Va mana oxiri referi. Referi zerikdi jangda. Lekin bilmadim, turg'izadigan holat. Juda zo'r urinish zo'r bo'ldi. Ergashev bizni xotiramizda qolishda davom etyapti bu yigit. Zo'r. Albatta, highlightlarda o'zini ko'proq ko'rishni istaydi shekilli bu yigit. Albatta, qon juda ham faol, chunki burunda nafas olasiz. Bu ikkinchi raundning natijasida xuddi shuni o'sha tirsak Ariyat ancha zarbalar yaxshi svip amalga oshirdi. Ergashev qo'l zarbasi. Bu epizod ajoyib. Yana auditoriya bilan ishlayapti. Ha, va ketdi. Qani yigitlar, bizga oxirgi 2 turnirni bizga yaxshi chap qo'l zarbasi, lekin yana o'sha holat. Shu bitta kamchiligi bor. Ergashev zo'r zarbalar berib, yiqilib tushyapti-da. Zo'r zarbadan keyin xavfsiz holatda chiqib ketishni afsuski uddalay olmayapti Ergashev. Shuni o'zlashtirsa, daraja yana oshadi. Albatta, bu o'sha yoshligi va uni muxlislarni esida qolishga harakat deb baholab olsak bo'ladimi? Zo'r. Siz to'g'ri baho berdingiz va bu haqiqatdan ham uni finish qilmagan taqdirda ham albatta eslab qolishimizga sabab bo'ladi. Albatta. Agar qo'polroq chiqadigan bo'lsa, bu jangda hamma narsa ko'rdik. Grappling, ajoyib darajadagi grappling bahsini, stoykada bir nechta aniq zarbalar va yorqin holatlarni ko'rdik va mana bunday bilasizmi, mana shunday janglar kechaning eng yaxshi janglari deb tan olish mumkin. Nimaga? Chunki tarozini pallasi ikkita jangchi tomonda ham o'ynab turadi. Biz aniq qaysidir jangchi ustunlik qildi yoki qilmadi deya olmaymiz. Lekin umumiy jang sahnasini oladigan bo'lsak, menimcha qirg'izistonlik sportchi hozir biroz faollashish kerak bo'ladi. Ariyatda harakatlar biroz kam. Umurzoq chiqib ketishga harakat qilyapti, lekin qirg'izistonlik sportchi uni harakatini oldindan bilib turibdi. Yotishini qarang. Haqiqatan esga qoladigan jangchi. Ortish usuli yo'q. Xuddi shu holatda turg'izishini sezgandi. Ketdi. Hozir yana nimadir ko'rsatishga ulguradi bu. Jang oxiri, ya'ni Umurzoq, Ariyat so'nggi soniyalar. Aktivlik. Ariyat bosim qilyapti. Umurzoq qarshi hujumda jang yakunlandi. Bo'ldi. Biroz sportchilar qizishib ketishdi jangning oxirida. Menimcha eshitmay qolishdi, chunki o'zim ham eshitmadim. Auditoriya hayqirib eshittirmadi Serenani. Yo'q, hakam biroz o'rtaga aralashgandan keyin ham Ergashev biroz harakatini to'xtatdi. Ajoyib. Gap yo'q Bakirga. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Sobirxon Jandijon, O'zbekiston! Umurzoq